savol javob bo'lyapti aka. Alloh taolo eng buyuk xulqdasiz deb kimga marhamat qilgan? Qaysi payg'ambarga? Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Vasallam. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Bizning homiylarimiz tarafidan aka Travel nomidan aka sovg'alarimiz bor aka. Bolalaringizga berib qo'yasiz. Unda o'qib, ilm olsa aka, savob tegib turadi aka. Rahmat ketdi. Sog' bo'ling. Rahmat. Alloh taolo eng buyuk xulqdasiz deb qaysi payg'ambarga marhamat qilgan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aka, Alloh rozi bo'lsin. Qatnashgani uchun bizning bosh homiyimiz Makka Travel firmasi nomidan aka Qur'oniy kitobini sizga taqdim qilamiz. Rahmat, Alloh rozi. Bugun blogerlarga edi savol javoblarimiz. Rahmat. Alloh taolo eng buyuk xulqdasiz deb kimga marhamat qilgan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aka, mashalloh, ilmi ziyoda bo'lsin aka. Bizga ham sizga sovg'amiz bor aka. Mashallah. Ilindik. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Savollarimiz shundan iborat. Alloh taolo albatta siz buyuk xulqdasiz deb qaysi payg'ambarga marhamat qilgan? Siz buyuk xulqdasiz Buyuk deb xulqdasiz. ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga aytgan. Mashalloh aka, ilmi ziyoda bo'lsin aka. Rahmat. Homiylarimiz Makka Travel firmasi nomidan aka sovg'alarimizni qabul qilib olasiz. Qur'oniy kitobi. Mashallah. Bitta savolga bitta savol. Bitta savolga sovg'a. Bo'lmasam ichkarida avazbek bor, shef, ishxona shefda bitta u yoqqa ham savol berib qo'yilgan. Alloh taolo albatta siz buyuk xulqdasiz deb qaysi payg'ambarga marhamat qilgan? Xo'p. Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga aytilgan. Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga marhamat qilingan. Alloh rozi bo'lsin aka. Ilmingiz ziyoda bo'lsin aka. Ishingilarga omad. Bizning bosh homiyimiz Makka Travel firmasi nomidan aka Qur'oniy kitobini taqdim qilamiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat sizlarga. Ishingilarga omad. Hozir topolmaganda sovg'a bermasmidingiz? Deymas deydi. Aka, tinch bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hop. Sog' bo'linglar. Guvoh bo'lib qoldik. Omad faqat. Tinch bo'linglar.